Husanov Manchester City'ni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. City Brighton mehmonlariga qarshi maydonga tushdi. O'zbekistonlik futbolchi o'yinni ilk daqiqalardan boshladi. Guardiolaga duranglar yetarli bo'ldi. U tarkibni kuchaytirib, nihoyat g'alaba qozonishni xohladi. O'yin shiddat bilan boshlandi. Brighton jarima maydoniga kirib, burilib zarba berdi. Darvozabon jamoasini qutqardi. Keyin yana bir xavfli hujum bo'ldi. Ammo bu safar Husanov ishga tushdi. U tezlik bilan Ryuterga qarshi patkat qilib, zarbani chiroyli tarzda to'sdi. Mehmonlar golsiz qoldi. O'yin teng kurash ostida kechdi, to Brighton himoyachisi xatoga yo'l qo'ymaguncha. Daku jarima maydoniga yorib kirdi. Gomes esa oyog'idan chaldi. Penalti belgilandi. Holland ishonch bilan zarba berdi. 1-0. Go'yoki City g'alabani saqlab qoladigandek edi. Ammo ikkinchi bo'limda vaziyat o'zgardi. Brighton maydonga yanada qat'iyat bilan chiqdi. Mitoma uzoq uzatmani qabul qildi. Husanov orqali o'tmasdan jarima maydoni tashqarisidan past zarba yo'lladi va gol urdi. 1-1. Murabbiy ustunlik kutdi va City bosimni kuchaytirdi. Burchakda